Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va harbiy vatanparvarlik ruhini oshirish maqsadida g'ayrat va shijoat shiori ostida harbiy sport musobaqalari o'tkazildi. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni jismonan baquvvat, ma'nan yetuk va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda. Shu maqsadda yurtimizning barcha hududlarida, jumladan Buxoro tumanida ham turli xil vatanparvarlik tadbirlari izchil ravishda tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Buxoro tumanida joylashgan harbiy qismda g'ayrat va shijoat shiori ostida o'tkazilgan harbiylashtirilgan sport musobaqasi bo'ldi. Unda yoshlar, harbiy xizmatchilar, sportchilar va jamoatchilik vakillari faol ishtirok etdi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlar o'rtasida harbiy xizmatga qiziqishni oshirish, ularni jismonan chiniqtirish va hamjihatlik va intizom tuyg'ularini mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Tadbirning ochilish marosimida so'zga chiqqan mas'ullar yoshlarni vatanga sadoqatli bo'lishga, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashga, shuningdek sog'lom turmush tarziga amal qilishga chaqirdilar. Musobaqalar davomida ishtirokchilar sportning 10 dan ortiq turi bo'yicha o'z mahoratlarini namoyon etdilar. Jumladan harbiy estafeta, yugurish, to'siqlardan o'tish, arqon tortish, qo'l jangi elementlari hamda jamoaviy bellashuvlar qizg'in va murosasiz ruhda o'tdi. Har bir ishtirokchi g'alaba uchun bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etdi. Ayniqsa yosh yigit-qizlarning faolligi, ulardagi intilish va shijoat tadbirga o'zgacha ruh bag'ishladi. Musobaqalar davomida nafaqat jismoniy kuch, balki tezkor fikrlash, jamoa bilan ishlash va murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kabi ko'nikmalar ham sinovdan o'tkazildi. O'tgan yili mahalla yoshlari o'rtasida shijoat va g'ayrat harbiy musobaqasida qatnashib, respublika bosqichida munosib qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritganligim uchun shu O'zbekiston armiyasining qudratiga yanada ishonchim komil bo'lib, qiziqishim ortib, bu yil harbiy xizmatga keldim. Bugungi harbiylashtirilgan musobaqalar umuman agar atrofga nazar tashlaydigan bo'lsak, barchasi o'z o'rnida, ajoyib tarzda yoshlarning o'sha harbiy texnikalar bilan tanishishi yoki atrofdagi yaratilgan imkoniyatlar, bayramona ruh, bayramona kayfiyatni ko'rib, yana shu o'tgan yilgi o'zimning bir yangi hissiyotlarim yanada jo'shib ketyapti. Shubhasiz bunday harbiy vatanparvarlik tadbirlari yoshlarni katta hayotga tayyorlash, ularda vatan taqdiriga daxldorlik hissini kuchaytirish, yurtimiz kelajagi uchun yetuk va salohiyatli kadrlarni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero yuksak ma'naviyatli, jismonan baquvvat va vatanparvar yoshlar yangi O'zbekistonning ishonchli tayanchidir.